O mana ishdamiz. Shoir ukam bir ijoddan bo'lsin qani. Charchaganda bir xordoqlar chiqsin qani. Muxlislarim, ishonmaysizlar. Kunduz ham ishlaydik. Hozir noshta 10 bo'lyapti soat. Hozir ham ishdamiz va erta kunduz ham ishlashimiz kerak. Musofirlardan bekorga aytishmagan. Qancha vaqt so'rasangiz, qayerdasan deb so'ramang. Nima qilyapsan deb so'ramang. Ular faqat ishda bo'ladi. Bu she'rim yana shu musofirlar haqida. Anam ekan o'tkinchi hayot, juda sog'indim ota-onamni. Qachon qaytamiz aziz yaqinlarim? Bu azob nima uchun berilgan bizga? Ey do'stim, juda ham siqildik bugun. Ish faqat ish hayot tizimi. Balkim o'limimiz yaqindir bilmaymiz umuman. Tavakkal bilan yashab yuribmiz. Musofirlarim, aka-uka, opa-singillarim, Allohim inshaalloh omadingiz bersin. Shunchalik zo'r bo'lingki, hozir sizni yoningizda qolmagan kimsa. Xo'llasin bu kun bizlarni ham inshaalloh suyukli yorimizni olaylik. Halolimiz bo'lsin, halol pulimizni yesin. Inshaalloh shu uchun yashab yuribmiz. Yaqinlarim, jigarlarim, O'zbekistondagi yurtdoshlarim, qadriga yeting ota-onani, yaqinlaringiz. Mana bugun musofirmiz, na qadrimiz, na obro'yimiz bor. O'zimiz uchun yashab yuribmiz. O'liksanmi, tiriksanmi deb so'ramas hech kim. Alamlar o'tida yonamiz, kuyamiz. Har kuni ishdan olamimiz, alamimiz olamiz. Ammo bu alamlar bundan foyda bo'lmas. Qadriga yetaylik yaqinlarimiz, doim sog'-salomat bo'laylik. Tez orada qaytaylik biz ham akajon. Inshaalloh ota-onani hajga, umra safarlariga yuboraylik. Inshaalloh. Salomat bo'ling.